Hop, assalomu alaykum. Avvalambor men kanalim uchun video tashlaymiz. Endi tushunmaganlar uchun, baribir ham ko'plar tushunmaydi. Biz ham birgalikda tushuntiramiz. Hop, siz tradingni qilasiz, qiziqasiz. Endi hamma qiziqadi hozir, to'g'risi aytsam. Hamma qiziqadi. Men ham ishdan zo'r vaqt topib qilaman, chunki asosiy ishimga aylantirishim kerak. Yaqinda xudo xolasa. Shunaqasidan yaxshi foyda kelyapti. Xo'p, birinchi nima ko'rsataman? Analiz qilish, shunaqalar ko'rsataman. Endi analizlar bor mana kanalimda, o'shalar ko'rsataman. Xo'p, mana hozir Google'damiz, trading deb yozamiz. Mana birinchi trading naqa ru chiqadi, shuni kiramiz. Undan birinchi produktivga kiramiz, keyin super grafik bosamiz. Endi sizlar birinchi marta kiradigan bo'lsalaring, akkauntlarni ro'yxatga o'tkazishlaring kerak. Xo'p. Mana bitta tillarni analiz qildim. O'zi har kuni bitim ochayotganlarimni, bitim nima bo'ldi, plus bo'ldi, minus bo'ldimi, hammasini ko'rsataman. Mana bu ko'rsa bo'ladi, hamma analizlarda mana bu tushadi deganman. Analiz qilganmiz, tushgan. Stopsiz tushgan. Xo'p. Endi bu yoqda telefonda qilgandim. U bu yoqda trading qilganim chunki vaqtim yo'q edi. Telefonim MetaTrader o'zida analiz qilib, o'zida kiryapti. Xo'p, men ko'rsatib beraman. Hozir bu yerda mana bu tepadagi grafikda ikkita strategiyani qilsa bo'ladi. Xo'p, men asosiy strategiyam bu yerda hozir o'xshab bo'lgan, chunki men bitim ochib yopib ham bo'ldim. Oxirgi bitim turibdi mana. Mana bitta ko'rsataman. Mana bitta turibdi. Bitim ochganman. Bundan bittani mana pastga tushayotgan payt safe qo'yardim, 0.4% ni yopib yubordim. Greta bir nech o'zi $140 yo'q, nima qildim? Tipa $50 ni yopib yubordim 0.4 da. $100 ga chiqibdi. O'sha paytda yopib yubordim. Keyin mana bu stopni tushirib qo'ydim pastga. Chunki bu nima bo'ladi? Qaranglar. Bu zo'r narsa. Men o'zim o'rgangan yaxshi, cho'tki narsa. Masalan, bitimlaring take profitga yetkazadi-yu, uni urmaydi hali, chunki hali tushishi bor. O'sha payt foydadasizlar. Tipa endi qancha lot ochlayman o'xshab, qancha foydalar ko'rsam ham bo'ladi-yu. O'sha payt nima qilasiz? Qarang, 0.4 ga ochdingizmi? Kirasizda bitim ustiga bosib, kirib endi ruscha, inglizcha boshqacha bo'ladi. Ikkinchisi qator tanlab kirasizlarda tepada o'sha ochgan lotlar turadi. Masalan 0.4, 0.6 bo'lsa, 0.6 bo'lsa 0.3 lotini shuni yopib qo'ying. Chunki sizlar bozor kirdilaring foydadan chiqib ketish kerak-da. Men ham bir 6 oy oldin tushunib yetdim buni, chunki shundan beri uncha-muncha ziyonsiz chiqib ketaman bozordan. Yaxshi narsa, zo'r narsa. Xo'p. Masalan, ko'rsatib beraman hozir. Masalan, qaranglar. Bozorda mana bitta kirdilaring. Mana bitta kirdilaringda. Xo'p, take profitlaring mana bu. Payam yomon chiroyli chiziladi. Mana bittim. Bir qilib qo'yaman. Xo'p, mana bu yerga qaranglar, stop loss qo'ygansizlar-da. Saq qo'yaman. Sen chiroyli chiqmadi. Qaranglar, bitim kelyapti mana. Bitim ochgansizlar, bunday kelyapti mana bitta. Take profit yetkaga yo'q hali, lekin masalan 0.8 ochgan bo'lsalaring $100. Voy, men bir kichkina ketdi. Foydadasizlar. O'sha payt nima qilishlaring kerak? Qaranglar. O'sha payt kirib 0 masalan 0.8 lotga kirgan bo'lsa $100 foydada bo'lsalaring 0.5 lotini yopib yuborasizlar. 0.4 lotini yopib yuborasizlar. Shunda $50 sizlar hamyonlarga tushadi. Xo'p, bozorda hozirda o'zi take profit yetmasdan turib, siz $50 foydani oldilaring. Qaranglar. Keyin bozor qaranglar, kelyapti, keyin nima qilyapti? Meni kelib take profit yetmayapti. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Asablaringiz urib ketadi shu payt. Yetmayapti, tepaga ketyapti. Ko'rsatasizlar, baribir take profit o'zgartirmanglar hech qachon. Take profitni qo'ydilaring bo'ldi, hech qachon o'zgartirmaslik kerak. Xo'p, sizlar nima qilasizlar? Keyin mana bu stopni bor, mana bu yopishib qo'yish kerak mana bunga.
Manimga tushib qo'ysalaring foydada turasiz, chunki minus yopmaysiz. Chunki manimga chiqib minus yopilganda ko'ra, manimga stop lossni tushirib qo'ysalaring foydada yopiladi. Manimga keladi, baribir bir 10-15 dollar foydada. Jami 65 dollar foyda. Minus chiqib ketgandan keyin foyda qilmaganga ko'ra 65 dollar ham normal. Endi bu naqa namuna sifatida ko'rsatyapman. Xo'p, endi bozorda tahlil qilamiz. Xo'p, men nima tahlil qilganim, mana amdan o'zim strategiya bo'yicha chizaman. Endi uni bilishga qanot tizishda ham qayda naqa bo'lyapti, qayda bozor kuchli naqa, volontyorlik bor. Shular bilishga. Xo'p, ikkinchi strategiya nima bo'ladi? Bu ikkita endi mana yapon shamchilarida ikkita tog' deyiladi. Shunaqa, tipa shunaqa strategiya. Xo'p. Qaranglar. Endi bu grafik taqdiri nima bo'ladi demaymiz, o'z yurgancha yuradi-yu, uni analiz qilamiz. Xo'sh. Narx ham keladi, kelishini kutaman. Kelyapti почти mana bunga. Mana. Mana keladi narx. Mana ko'ramiz, balkim buzib ketar. Buzib ketishi mumkin. Men buzib ketgandan keyin mana kirsa bo'ladi, bitim ochsa bo'ladi. Endi men strategiyamga bu unaqa emas. Men bu yerda bitim ochmayman. Qachonki o'zimning strategiyam mos joy kelganda bitim ochaman. O'shanda yaxshiroq, nima kerak bor albatta. Tushunmagan naqa, tushunasiz, baribir chiqishini bilasiz, lekin bo'ladi. Xo'p, endi nima qilamiz? Men anaqa analizim bo'yicha bitta mana kelyapti, mana keladi, tushadi. Yana ko'tariladi, yana tushadi. Qattin tushadi desalar, mana bitta tushadi mana bitta. Deychisalar, mana bitta tushishi mumkin ashdan. Qaytishiga mana bitta ochsa bo'ladi. Bitta ochsa mana bir qilgan joyi bunda. Take profit qayerga qo'yasizlar? Take profitni birga bir ishlasangiz yaxshi. Birga bir ishlasa zo'r. Stop loss mana bitta bo'ladi, mana bitta stop loss. Mana stop loss bo'ladi. Take profit birga bir bo'lsa, tipa ma'lumotlardan oy, o'g'itdi. Take profit mana bo'ladi. Endi men ustoz emasman-ku, bilganimcha trapga to'g'risini. Bozor mana kelishib kutamiz. Lekin men bu yerdan bitim ochib ko'raman, chunki bu strategiyani kitobda o'rganganim, u ko'ramiz qanaqa ishlaydi ekan. Test qilib ko'ramiz. Shunaqa ishlasa, keyingi safar bitim ochsak bo'ladi. Nima lekin biroz ko'rish uchun. Xo'p, men haligina bitim ochganim. Buni ishlab oldim. Ishimni qilib bo'ldim. U tipa necha dollar? 0.8 ochdim. Stay safe qildim. 50 dollarni keyin 15 dollar shunaqa olib. Yaxshi bo'ldi. Endi meni hozir vaziyatim emas, hozir bitim ochadigan, men ochib yopib ham bo'ldim. Endi mana buni kutamiz. Mana shu ko'rinishni kutamiz. Qani ko'ramiz, ertaga qanaqa yurar ekan. Sizlarga ertaga xudo xolasa ertalab yoki obedda grafik qanaqa ko'rinish kelganini ko'rsataman. O'sha amin bo'lamiz, bu strategiya bozorda yaxshi ishlaydimi yo ishlamaydimi? Shundan amin bo'lamiz. Qani yapon shanchalari qanchalik kuchli naqlar ekan. Hammaga xayr, salomat bo'lasizlar.